Bittasi yozyapti, erim deydi, 5 mahal namoz o'qiydi deydi. Namoz o'qib bo'ladi, jonamozdan shu telefonni olib faxshni ko'radi. Ko'rib, nima qilsa qiladi-da, namoz vaqti bo'lganda yana boshqadan tahorat olib, yana namoz o'qiydi. Namoz o'qib, yana o'shani och olib qilaveradi deyapti. Hoy dadasi undoq, hoy dadasi bundoq desam ham, men nima senga zino qilyapmanmi? Yegona ayol bilan yurganim yo'q, undoq qilganim, bundoq qilganim yo'q. Eri xotinimizga kelamiz, men ko'rsam nima bo'pti deydi. Namozni ham tashamaydi, anavini ham tashamaydi deyapti. Bu nima degani bu? Bu 0-0 bo'lib ketaveradi. Hali go'yoki namoz o'qimayapti. Chunki ana faxsh namozni yo'q qilib yuboradi. U o'ylaydi, namozim mana faxshni yo'q qilib yuboradi deb o'ylayapti. Yo'q, uning o'qiyotgan namozi ikki namoz o'rtasidagi ko'rilgan faxshning gunohini yuvib yuborishga yetmaydi. Yetmaydi. Kimdir aytishi mumkin, bo'lmagan gap, namoz yetadi, kerak bo'lsa bir umrni gunohini kechirib yuborishga yetadi bitta namoz deyish mumkin. To'g'ri, yetishi mumkin. Bu qanaqa namoz bo'lish kerak? U qabul bo'ladigan namoz bo'lish kerak. Mana uni namozi qabul bo'lmayapti-da. Chunki qabul bo'lganida edi, o'sha namozdan keyin u faxshni ko'ra olmas edi. Alloh taolo nima degan? Inna solata tanha anil fahsha'i val munkar. Albatta namoz o'z egasini faxsh va munkar ishlardan qaytara oladi degan. Alloh haqiqiy namozni gapiryapti. Bizga o'xshagan chala namozni emas. Haqiqiy namoz bo'lsa, namozxonni faxsh va munkar ishlardan qaytara oladi. Demak, uning namozi o'qib yana telefonda olib faxsh suratlarni ko'rishni qaytara olmayaptimi? Demak, namoz bo'lmayapti uni. Shuning uchun o'ylamasin, namoz o'qiyapman, gunohim yuvildi. Peshinda o'qidim, bomdodda peshingacha ko'rgan filmlarimni gunohi kechdi. Endi asrni o'qiyman, peshindan asrgacha ko'rgan faxsh filmlarning gunohi kechiriladi deb o'ylamasin. Namoz 5-10 daqiqada o'qib bo'linadi. U filmni-chi soatlab ko'riladi. Soatlab ko'rayotgan paytda o'lib qolsa nima bo'ladi? 5 minut namoz o'qiyotgan paytda o'lib qolsa-ku ya, mayli, umid qilinadi. 5 minut namoz o'qib bo'ldi. Keyin 50 daqiqa, 2 soat, 3 soatda faxsh filmni ko'ryapti. O'shanda o'lib qolsa nima bo'ladi?